Endi tip aldım sizni g'azab avar qildim bundan keyin davomli izlayman dedim shu. Ma resim bilan shu keynimdagi shu 2 parcha 3 parcha resimni biraqlam buyurtgan yakindagi bir xaridarim. Bek razı olib ketgachga bundan keyin texim izlayman sizni, bek chiq rasmlarni sizdirma deb shunchalik razı olganligini aytgan bo'ldi. Mening mo shunchalik hadiqim chiqdi ya. Ko'rib boqayli, ma resim bo'lsa shu bir oylik ishri 4 aylanninki resmi. Ma kiyimdan tatib ko'zanglar shunchalik mana kiyimninki guli, uningki ma oltinlar, ondan ma opisninki zib-zinatlar bilan ko'zoynaklardan tatib shunchalik inchi qalatsiz badim bek xo'sh oldi uni ko'rib. Ta'minlagan rasm bo'lsa mana Guvarak tushgan resimga shunlar suzgalat qilib sizib qildim. Ko'rsanglar dadasininki shu tug'ilgan kun tajribaga uni ilitib siz bir degachga ilvat bek chiroyli chiqdi. Buni ko'rib shunday xo'sh oldi ya. Ondan boshqa shu ikki do'stining mo rasmini tug'ilgan kuniga sovg'a qilish uchun buyurtgan. Mana ko'rib boqayli bu bek chiroyli chiqdi ya. Mana bu rasmni ham shu shipindan kesib olibdi. Ismi G'uakan to'q. Suzgalat qilib siz padoq kayning ranglari bilan birga shunchalik baslashdi ya. Ondan ma resimni ko'rsanglarmi bu qizim bek chiroyliga, chechinim bek chiroyli qilib padoq. Bek xo'sh oldi ya. Mashkeliniki tug'ilgan kuniga, ondan keyin u praylik ishlarning resmi 3 resimni hozir shu mashindan yakanga sappamoqchi. Nishondagi rasmlarni buyurtib davomliq meni g'anjo qilishni tutqanlar, men izzanglar bo'ldi. Hamsa keyingi filmni ko'rishaylik.